Xo'jayin oliydi bering-da, jonga tegdi. 3 oydan bas sudrab yuribsiz. Hozir berasiz yo men ketaman. Bo'ldi, tanlang. Jonga dedimmi? Ol sandiqda turibdi oling. Biroz senga surpriz qilmoqchi edim. Kallaga tez chiqsan oligini. Bo'ldi, jasso'ki borman, qani ko'raylikchi. O, zumratlar. Bitta Xo'jayin, bitta anvil nima qilyapti? Ishim bo'lmasa o'zimni ishlarim bor. Bor-yu qani. Bo'lmasam sani o'rniga yana bitta ishchi olaman. Bo'ldi, Xo'jayin. To'xta. Agar hozir sen ketib menga bir stak eman daraxt cho'qib kelsang, men senga darmon palarga beraman. Oyligi evaziga, bo'ldimi? Bo'ldi, hozir Xo'jayin. Ani oppa. Ani eshiklarni yopamiz, sim yopil. Qani ketdi. O yerda tosh generatori. Xo'jayin chota shuni deb qurganda, bo'lmasam shuncha toshni yig'ish azob bo'lardi. Voy. Sal ehtiyot bo'lish kerak ekan. Voy, mazza. Ketdim. Stop. Mana yerda bitta graviy turibdi. Agar shu graviydan kiraymensa, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Qani? Yo, bunda bo'lmaydi. Mana. Kelasizlar tushmadi. Rasvoy ekan. Ketdim, mayli. Daraxt chopishim kerak. Xo'jayinni eman daraxt do'da. Taporni qo'lga olib ishlashni boshlaymiz. Oppa. Mana unaqa tapor bilan bu shunchaki vaqt masalasi. Bizga faqat eman kerak, ber yozi kerak bas. Qani? Bunisi jichcha qiyin bo'ladi chopish. Chopish jichcha qiyin bo'ladi shekilli. Allaqachon bitta bo'ldi. Qani ketdi. Onetlarda emanlar asa ko'p ekan. Qiziq, bu daraxtlarda yong'oq o'sadimi? Tan nima? Sizlarga bitta topishmoq. Ko'rinmas odam ko'zini yumsa, nimani ko'radi? Bo'pti. Ayta tropik daraxtlar ham o'syapti ekan, mayli kerak emas. Qaysi bibarasat buni oxirgacha chopmasdan ketdi. Kallinga sani. Buni chopib bo'lmayapti endi. Besholi buni chopmayman men. Anita narmanni ko'p daraxtlar turibdi. Yo, bular tropik daraxtlar. Va nihoyat do'stlar, mana men bir stak daraxt chopdim va tarvuz topishga ulgurdim. Endi bazani qaytaligini eslash qoldi. Voy, bir balo qilmashga kelib oldim. Yo'lda hatto qilichim ham sinib ketdi, monsterlar ko'pligidan. Qani, hozir Xo'jayinni oldiga kiramiz. Shpoq. Xo'jayin, mana men sizga bir stak daraxt olib keldim. Ana sandiqqa qo'y, bo'ldi. Keyin narsalaringni beraman. Bo'ldi mana. Oppa. Qani mani padarkam bering, padarkam bering, iltimos. Mana chat tarafda devordagi ularda ko'ryapsan, masalhalar bilan hammasi senga. Faqat bir stak izimni evaziga. O'zingda urishlasan, bala chaqaman. Bo'ldi, hozir. Bir stak izimni qurbon qilishga to'g'ri keldi. Mayli, oylikni baribir uncha ishlatmasmanmi? Oppa. Hammasi eskichala churtdi, biron yerlardan qutulamiz. Oppa. Hammasi zachitga bor ekan. Mana ularni ham olamiz. Oppa. Hozir endi eski narsalardan qutulsak ham bo'ladi. Endi esa nima qilay ekan? Kamon bor, o'qi yo'q, Xo'jayin, o'q ham bering. O'ng tarafda sandiqda o'qlar turibdi. Ko'rmadingmi shuni? Ko'zi ko'r. Bo'ldi, ko'zi ko'r. Shuncha, bu toshlar nimaga? Buni keyingi safar bilasan. Bo'ldi, Xo'jayin, qani
Va, hozir birortasini ajjag'ini chiqaraman. Do'stlar, bu videoni birinchi qismi edi. Agar keyingi qismi chiqishini ham xohlasanglar, obuna bo'linglar. 30 ta obunachi yig'ilgan zahoti boshlanadi va albatta yana obuna bo'linglar. 100 ta obunachi bo'lsa, men tasodifiy obunachimga pul beraman. Bo'pti, xayr. Sog' bo'ling va obuna bo'ling.